Problema orqasidan problema, yetishmovchilik, baraka yo'q, oilaviy muammolar, siqilib ketadi inson. Nima qilishini bilmay qoladi. Tuganmikin bu kunlar deydi. Yengillik bormi deydi. Nimaga ishonishini, kimga suyanishini bilmay karaxt bo'lib qoladi. O'zi aslida Alloh taolo shu bandani shu musibatlar bilan sinab, balolab o'ziga chaqiryapti. O'zi bu musibatlarning kelishiga sabab bu banda Allohdan uzoq bo'lib qolgan edi. Bu musibatlar uni Alloh tomonga olib kelish kerak.